Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Usmonov Otabek G'aratovich, Zdoroviy klinikasida reabilitolog bo'lib ishlayman. Bu qizimizning diagnozi gemoplegiya, chap miya sharining o'tkazarlanishi, o'ng tarafdan falajlikka olib kelgan. Bu qizimizga bu kursga lichenasida общий massaj, LFK mashg'ulotlarini qilyapmiz. Keyin buni muskullari hozir gipotonus holatda bo'lgani uchun общий massaj, укрепляющий qilyapmiz. Hamma LFKlar silovoy mashqlar. Plus bunga yengil razraботка ham qo'shganmiz. Sadiyani hozir bugungi kundagi o'zgarishlari yaxshi, ikkinchi kurs holatiga a'lo darajada. Hozirda qo'ldagi muskullar harakatlarini, bo'g'ma kontrakturlarini to'g'rilayapmiz. Kelganda qo'llari yaxshi ochilmasdi. Plus kaftlari umuman ochilmasdi tashli. Hozir уже qo'lini ko'tarib, narsalarni ushlab ko'tarishga harakat qilyapti. Oyog'iga keladigan bo'lsa, oyog'i qadam tashlaganda sudrab bosardi, yaxshi ko'tarmasdi. Hozir yaxshi ko'tarib tashlayapti oyoqlarini. O'zini samostoятельно kuchaytiryapti. O'zi o'tirib turishlariga harakat qilyapti.